Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Mana bugungi navbatdagi videomiz chiqibdi. Bu Damas'imiz 2025-yil avariya holatga kelgandi. Avariya holatga kelgan. Buni polni tomlari, salonlari olib tashlangan, klientimizga sotilgan. 67 millionga. 100 kilometr ham yurmagan. Ishlari mana. Bir 127 kilometr yurgan ekan mashinamiz. Salonlari hali massiga turibdi. Damazimiz üstü dumalagan. Bog'lari mana yangi turibdi. Salapalar hali olinmagan. O'zimizning mohir ustalarimizni qo'llari bilan anchagina mehr berilgan labo. Korobkalari hali chang tegmagan. Yo'qlari mana. Laboga yaxshigina usilini qilib taxlangan. Hozir bu yoqda haralari qo'yiladi, buferlari qo'yiladi, shu ishlar davom etmoqda.